Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Amma ba'd. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh subhanahu va taologa shukronalarimiz bo'lsin. Rasulimiz alayhi salatu vassalamga durud va salovatlarimiz bo'lsin. Azizlar, siz bilan biz musulmon, mu'min bo'lib yaraldik. Va Alloh azza va jallaning bir borligiga, payg'ambarimiz alayhi salatu vassalamning payg'ambar ekanligiga iymon keltirdik. Va bu iymonimizni tasdiqi o'laroq biz ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu degan kalimani ko'p aytamiz. Mana shu kalima azizlar, bu bizning musulmon ekanligimizni isbot qilayotgan buyuk bir kalimadir. Guvohlikdir, shahodatdir. Lekin mana shu narsa ham azizlar dil ila, qalb ila chiqishligi kerak. Ashhadu an la ilaha illalloh. Guvohlik beramanki Allohdan boshqa iloh yo'qdir. Allohdan boshqa iloh yo'qligiga guvohlik beryapsiz. Allohning boru birligiga, Allohning haq ekanligiga iymon keltiryapmiz. Ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu degan kalimani ko'p aytamiz. Mana shu kalimani aytayotganda mu'min bir qalbiga qarab qo'yish kerak ekan. Rasulimiz alayhisolatu vassalam Allohning bizga yuborgan buyuk elchisi, payg'ambari ekanligini tasdiqlayotganimizda, u zotning nomini tilga olganimizda bizda qanday o'zgarish bo'lyapti? Sahobalar kabi qalbimiz titrab, vujudimiz qaltirab, u zotni sog'inyapmizmi? Hazrati Bilol radhiyallohu anhu, birinchi muazzin, birinchi bo'lib Ka'ba ustiga chiqib azon aytishlikka musharraf bo'lgan, asli qora tanlik bo'lgan, habashistonlik bo'lgan Bilol Habash radhiyallohu anhu tarixda birinchi muazzin nomi bilan saqlanib qolgan. Va shuning bilan birga Hazrati Bilol radhiyallohu anhu Alloh azza va jallaning buyuk rasuli bo'lgan payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamga muhabbat qilishlikda ham bizga namuna bo'ldilar. Rasulimiz alayhisolatu vassalam olamdan o'tgandan keyin Hazrati Bilol radhiyallohu anhu bir necha kun azon aytib yurdilar, ammo keyin azon ayta olmay qoldi. Sababi u ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu kalimasiga kelganda, Muhammad deganda sallallohu alayhi va sallam ko'ziga yosh kelib, ovozlari bo'g'ziga tiqilib qolar edi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning muborak suratlari, siratlari ko'rinar, u zot bilan suhbatlashgan suhbatlari hayoliga kelar. Hazrati Bilol radhiyallohu anhu azon ayta olmay qoldi. Unga toqat qila olmay qoldi. Ko'chalarda yura olmay qoldi. Qayerga qarasa payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ko'rinar, u zotning izlari, u zotning muborak hidlarini qumsar. Oxir oqibat Hazrati Bilol radhiyallohu anhu Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhudan ruxsat so'rab Shom-i Sharifga chiqib ketdilar. Avvaliga Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ruxsat bermadilar. "Ya Bilol, shu yerda turgin" dedilar. Lekin Hazrati Bilol radhiyallohu anhu, "Siz meni qullikdan sotib olib ozod qilgansiz. Agar bu ishni o'zingiz uchun qilgan bo'lsangiz unda qolay. Lekin Alloh uchun qilgan bo'lsangiz unga menga ruxsat bering" dedilar. Noiloj qolgan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu o'sha mahalda Amiral Mu'minin xalifa bo'lib turuvdilar. Ruxsat berdilar. Hazrati Bilol Shom-i Sharifga ketdilar. Shom-i Sharifga borib Hazrati Bilol radhiyallohu anhu dini diyonatni ta'limini berdi va mana shu joyda oila qurib uylandilar. Kunlardan bir kuni Hazrati Bilol radhiyallohu anhu uxlab yotgan edilar. Kechqurun yarim tunda birdan uyg'ondilar-da yig'lab yubordilar. Oldilarida yotgan ayollari hayron bo'lib, "Ya Bilol, nima bo'ldi?" dedilar. Shunda "Men tushimda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ko'ribman" dedilar. Azizlar, tushingizda Rasulimiz alayhisolatu vasallamni ko'rganmisiz? Ko'rganingizda mana shunday yig'laganmisiz? Agar shunday qilgan bo'lsangiz, sizda Hazrati Bilol radhiyallohu anhu ning qalbidagi muhabbatdan bir nasiba bor ekan. Alloh ziyoda qilsin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar-ki, "Kim meni tushida ko'rsa, u haq ko'ribdi" deganlar. Chunki shayton hech qachon payg'ambarimiz alayhi salatu vassalamning ko'rinishlariga kira olmas ekan. Hazrati Bilol radhiyallohu anhu ham payg'ambarimiz alayhi salatu vassalam tushlarda ko'rganligi uchun yig'ladilar va birdan payg'ambarimiz alayhi salatu vassalamni eslab qoldilar. U zot yurgan yo'llarni ko'rgisi keldilar. Madina-i Munawvaraga ketdilar.
Madinaga borganlarida sahobalarni qanchalar ko'rdilar. Hammalari Hazrati Bilol radhiyallohu anhu ni ko'rganda beixtiyor payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni eslardilar. Abu Bakr Siddiq ko'rdilar, ko'rishib aytdilarki, "Ya Bilol, bir azon aytib bergin" dedilar. Uzr so'radilar. "Ayta olmayman" dedilar. "Nega ayta olmaysan?" "Ayta olmayman, ming bor uzr" dedilar. Hazrat Umar radhiyallohu anhu ko'rib qoldilar. "Ya Bilol, bir azon aytgin" dedilar. Hazrat Bilol radhiyallohu anhu Hazrat Umar radhiyallohu anhuga ham uzr aytdilar. "Ayta olmayman" dedilar. "Qanday qilib aytaman? Axir men har doim azon aytgandan keyin namozga deb chaqirardim. Qani Rasulim alayhisolatu vasallam qanday aytay" deb yig'lab yubordilar. Hammani ko'ziga yosh keldi. Lekin payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning nabiralari Imom Hasan, Imom Husayn radhiyallohu anhumolar ham uchrab qoldilar. Hazrat Bilol radhiyallohu anhu oldilariga kelib ko'rishar ekan, "Ya Bilol, bir azon aytib bermaysizmi?" dedilar. Hazrati Bilol radhiyallohu anhu yuzlarda Rasulimiz alayhisolatu vasallamning chizgilari bo'lgan, bir paytlar boshini silab erkalatgan, suyib o'pilgan bu yuzlarga qarar ekan, ularni so'zlarini qaytarishlikni o'zlariga loyiq tutmadilar-da. Hazrati Bilol radhiyallohu anhu yuqoriga chiqib azon aytdi. Azizlar, tarixchilar aytadiki, Hazrati Bilol radhiyallohu anhu azon aytgan mahalda hamma uylardan yugurib chiqdilar. Bir-birlariga hatto Rasulimiz alayhisolatu vasallam tirilib ketdilarmi degan gaplarni ham aytib yubordilar. Chunki Hazrati Bilol radhiyallohu anhu ning azonlari hammaga payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni eslatib yuborgan edi. Hazrati Bilol radhiyallohu anhu o'zining mayin, yoqimli ovozi ila "Allohu akbar, Allohu akbar, ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu an la ilaha illalloh" deb azonda aytar ekan, butun Madinaga payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning muborak suratlarini ko'rsatadigan darajada xotira paydo qildi. Hamma Madina ahlining ko'zlaridan beixtiyor Rasulimiz alayhisolatu vasallamning muborak suratlari ko'rina boshladi. Ammo Hazrati Bilol radhiyallohu anhu "Ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu" kalimasiga kelganda yana ayta olmay qoldi. Ovozlari bo'g'ziga tiqilib, Rasulimiz alayhisolatu vasallamning nomlarini aytayotganda o'tirib qoldi. Beixtiyor azon to'xtab qoldi. Pastda turgan hamma odamlar Hazrati Bilolning bu holidan ta'sirlanib yig'ladilar. Sahobalar aytadilarki, Rasulimiz alayhisolatu vasallam olamdan o'tganda yig'lagandagi kabi yig'i mana shu Hazrati Bilol radhiyallohu anhu azon aytganda yana takrorlandi dedilar. Hamma yig'ladilar. Butun Madina ahli payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni eslab ko'zlariga yosh oldilar. Hazrati Bilol radhiyallohu anhu Rasulimiz alayhisolatu vasallam ismlarini ayta olishlikka toqati yetolmay qoldi. Muhabbatidan xotirasi bunga hech imkoniyat bermadi. Bu tarixiy bir voqea bo'lib qoldi. Madina ahli yana bir karra Rasulimiz alayhisolatu vasallamni esladilar. Shunday ekan azizlar, har bir kalimani aytayotganimizda, ayniqsa Rasulimiz alayhisolatu vasallam ismlarini aytayotganimizda, u zot va barakatni qalbimizni tub-tubida joylanib turganligini his qilib aytmoqligimiz kerak. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu sallallohu alayhi va sallam. Hammalarimizni u zotni muhabbatidan bebahra qilmasin. Sahobalarda bor bo'lgan, Hazrati Bilol radhiyallohu anhu da bor bo'lgan